O'g'lidan kuygan otani uyini sotishga qo'yganimizdan sababi ota o'g'il kirdim deb xursand bo'lgan. Bu o'g'il iflos katta bo'lgandan keyin qimorga berilib ketganda poni otani qarzga tiqib, o'zi ham tiqilib ketgan. Lokatsiyasi Buxoro shahar chaptig'ingizga pasportni sol, bu tarafga terak zo'r degan joy bor, lekin terak daraxtini o'zi yo'q. Nima uchun qo'yganlar ham hech kim bilmaydi. Ana bu taraf mana spalni qilasiz. Xullas kalom o'g'ilni siroj qamoqdan chiqarishga o'g'il har kun otaga telefon qiladi. Ota buydi. Erta uylansan, xotining bilan yashaysan deb yaxshi niyatga olgan. Bu o'g'il mana. Ana bu tarafingizga ponni 2 etajlik mana hamshiramiz bu bularni puliki boy. Pul tugasa borasida assalomu alaykum qo'shni yaxshimisiz? Men sizni qo'shningizman deysizda aldab ulardan qarz olasiz, erta beraman deb keyin bermaysiz. Plus taraflari ham bor. Buxoro City bu tarafga xullas kalom uyimiz 84 kvadrat metr narxi egasini o'zi aytibdi. Ukajon deyapti, 43 deb qo'ying deyapti, 43. Yana aldasalar arzonroq qilib berarlar. O'g'ilni siroj chiqarish kerak. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Xullas kalom dom 6-etajda g'ishli dom. Lifti bor, zinalari bor, damkom, mahallakom, uchastkovoy, hamma narsasi bor. Telefon qilinglar, uyda o'zlari savdolashinglar. Bizlar reklamani qildik. Reklam agar siz uy sotmoqchi bo'lsangiz yoki olmoqchi bo'lsangiz, ijaraga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bizlar mashina sotishdan boshlaganmiz, xullas kalom, mashina ham sotamiz. Quyidagi nomerlarga telefon qilinglar. Reklamani ajallari bo'lyapti shuni. Ajallari.